Ekranlıqı qədərli görmənlər, yaxşımısınızlar. Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi çəkiliş şirkəti işləyən, Şinjan Abidə Kəsbi Pay çəkiliş şirkəti tacdarlığını alğan Sabah Köy proqramımız bugün sizlər bilan yeni didarlaşdıq. Mən riyasətçi dostlarla Nazgül Tursuncan. Bu sən proqramımızdakı mehman bolsa, özünün akordiyonlarını elib bizə nəhayət coşqun kuylarni icra qilish oldida turayotgan, ya'ni 90dan kelgan bizning yosh naqshchimiz Ipak yo'l sadosi programmasining tunji sonida ustozlarning e'tirof qilishiga erishgan Akbar Abaydullah qarshilamiz. Rahmat. Yaxshimisilar? Sabah ekran oldida turayotgan barcha azizlar, hammanglarga Kamin Akbar Abaydullohdan o'tiq salomlar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Akbar, anlashimcha siz shunday aytgandan boshqa yana Doğru sentedimi xeli köp kişilerin e'tirof qilishiga erishib kelibsiz. Rahmat, rahmat. Anonsiga akordionlarni olib kelibsiz. Bak hoş buldum. Siz bu akordiyonni bir chilib, azroq yang'irtayli ko'pchilikka qancha ko'p so'g'ib bersak bo'lar, shuncha ko'p hoş bo'ladi. Ma'qul yang'irtayli. Endi bu do'rash shu endi mening bir alayligim bo'lsa kerak-chi. Endi bu akordion ben özüm o'qituvchi, o'qituvchi boshqa bu akordion bilan o'tmasak darsni. Muzika o'qitgansiz-da? Yaxshimaydi. Men o'zim muzik dars berman. Buni ham o'zim gamra qilib kelgan 20 qancha yil bo'ldi. Endi ma do'rash santi kelsak, bu endi men hozir do'rmoqchi bo'lgan shu ustozlar navbatida endi har millat xalqimizga o'zining yurak qinini berib, madaniyat yetkazib, Muşu xalqimiz üçün əcir qıvatqan katta bir insanlar. Bu insanlara, bu ustazlara mening cheksiz ixlosim bo'lg'ashqa, bu ustazlarni bir öz ovozi bilan, öz ta'm bilan bir aytsam deb o'zim armon qilib kelgan. Bu da yana bir qatam endi shu ustozlarniki ovoz tusini yana bir qatam xalqimizga sunish fursati bo'ldi. Shu fursatlarni bergan Sabah Köy programmasiga ham shu ekranni qo'llab quvvatlayotgan, ham shu ekran uchun yurak qinni sarf qilayotgan ekranning oldi keyindagi barcha jafokash qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa biz boshlab ketamiz. Boshlaylik. Qayerdan boshlasak bo'lamdi? 5dan boshlaylik. Men masajbirdan yerim yo'q, axcha men chavaq. Unda bo'lsa men oldi bilan bizniki faxrlik ustozimiz İskandar Samat ustozni hammasi bildi. Bu ustozning naqshini men bek suyib anglayman hozirgichamda. Shu ustozga o'xshash aytalsam deb arzu qilib kiyotgan. Bugun bir anglab ovoz tustirdan azroq bir nin qilib baqay, ha? Nin qilaylik, bir anglab baqaylik. On iki tağ 12 palvan, 12 mukam, 12 cahar. Beş şehri gülge oralgan, biz tuğulgan süyümlük makar. Oh, Beş şehri gülge oralgan, biz tuğulgan süyümlük makar. Biz tuğulgan süyümlük makar. Başlangıçınızda İskender akımız özü anlap bakama. Bunu anlamagan, başkalarını anlagan. Diken müştaq doğrab etkininizi anlagan da, özün degendi. Özü. Buni yana birisini aytgan vaqtimda yaxshi bo'pti ukam. Hali o'xshabdi dedi. Hamda azroq bir puroqlarni aliqi qumul xalq naqsh aytgandim men vaqtchi. Yo'qsam azroq bir yerlar qapqapti, lekin bak yaxshi bo'pti deb chiqadi. Undaqdan bugun meni anglab hamda qanday baho bergan programmamizningki shu Sabah klubni qo'yib qo'ygan do'stlar biladi. Astiga to'xtamay pinglon keltirdi. Shu yerni anglaymiz. Hamdagi navbatimizda yana bizniki san'atkor ustoz san'atkorlarimizdan Akram Niyoz ustozniki singlimga degan naqshi bilan tanilgan, ha. Men bek amroq o'zim bu naqshiga. Teki oynap yüretti konçaklarını
Sabi külken qo'zg'ar edi amroqligimni. Ne qismat bu yetmey turup navbaharingga. Baldur kelgen keş güz tökti yapraklarını. Rahmat, mani xeyli bak yaqinlashtirib to'rabsiz jimo. Sizga qammaslik. Ash vaqtlar ko'z oldimizni o'tdi, MTVlar. Endi Endi shu Dilshod Raydin ustozniki ovoz tuzini azroq. Dorayli, ha. Aman bolsun ey dostlarım, aman bolsun. Aman bolsun ey dostlarım, aman bolsun. Dostlarım kıyız kıyılganey, eyvah ey, sargayım ey, sargayım, saman bolsa. Oxşudu mu? Ay, oxşudu. Ben de karşılaştıkam etadı da oturayıverir bence payına urup. Rahmat. Hele ısınıpsız jimo. Azırak usulluk bağdı mı? Ma o aldığın usullukun en yamını. Açamda yalnız. Endi chiqibsizlar ruhli qiladi. Ma Abida shirkatniki Moka degan qahvasini bir tetbiq qilni. Ha, naq joyga keldi ha. Ma e'lonimizmi. Qandaqka? İmza ichib bakayım. Ha, maylay. Aşağıda ichiversangiz tuygan vaqtida gaqib yana bir ichib baqaydisiz. Ma buldik ya. Qahva ichishga ham rahmat deysiz. Ba'zida nimalig'i jamiyan qilib ishlab qolganlardan ichib qo'ymadim. İchib qo'ysiz, chunki Mushuni qahva deyman. Mushnima sizga cho'qqi bir tayyor qilayman so'g'atliqqa. Darhol Chiqroq qilib bundan qilaylik, bir jaminni qo'shib berasizlar juma. Ansa o'sha Abida shirkatniki Moka qahvasini hozir ichib baqdi do'stimiz, hozir ichib baqandan keyin texmi ruhlanib, texmi kayfiyat yaxshi bo'lib, harg'inliklari tugab, hozir yana davomli do'rash oldida turyapti. Hamda oxirida şu Abdullah Abdurrahim ustozniki. Ha, endi sinoqning yo'g'ini keldi. Mashrabdan azroq. Aytib baqani. Ana yurdum ora töhbe miras bibaha meşrep kamalat tabt koynunda mukam el nəğmi canbazlık ezelden zat-ı Uygur'a icazetsiz rava meşrep. Rahmat. Balkim Abdullah Kamalni aytqaningizni anglaganmi? Anglaganmi? Shoq nim deganda? O'ng'ishil ketsa deb. Balkim Abdullah Kamal o'zim qayil bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Agar shunaqa paytda bo'lganmiz, cho'qim sizga chavoq chaladi deb o'ylayman. Chunki ularning o'ylaganimi bo'lsa, bundan keyin yetishib chiqadigan san'atkorlar bizdimi ishib ketsa degan arzuda. Shundaqmi?
Әмді мау аккордеоным ya qo'yibdik. Mana bir o'tlaysiz aqcha. O'zingiz ishchi ko'zingiz mishadi men bilyapman siz. Kallangiz ma sanda o'g'amlar ko'zingiz mishadi turyapti. Amsi do'stlar shu hammalar yaxshi ko'rgan Abidaniki moka qahvalarini sizlarga tavsiya qilaylik. Balkim xilma-xil tamli qahvalarni ichib ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Amsa Abida shirkatimi naydi ko'ngil qo'yib, naydi to'van kaloriyadagi moka qahvalarini chiroyli o'ramlar bilan qarash qilishga keladigan qilib tayyor qilibdi do'stlar. Sizlarning ichib ko'rishinglarni tavsiya qildik. Bayan biz mana shu doğruluk emasmi? Buni bir sahnada biz bir musobaqachilikda chiqqan, sahnaga chiqqandan keyin bu hamma shu ustozdan doğrab bo'lgandan keyin Dilshod Raydon akamiz bor. Bu Dilshod Raydon akamiz boshliq necha ustozlar bizga shu vaqtda shunchalik bir yaxshi baholarni, yaxshi imtiyozlarni berib, shunda deydi. Akbar apandim debdi menchim. Ama kombol şivizlik bu iyi dediğim pek okşaş duruyordu. Deydi. Şundan. Ma ekran yazık olsa özü etkanda yedi vattın, yakşı ettin. Ama köngülge kemisin. Ama beni doğurmasan var. Ama işkimiz Esak burada bitkilecek. Aman bolsa şuna diyeceğim. Bek okşaş doğru etti ya. Ahırda Abdullah Abdurrahim'lik baba. Ana yurdu da dedi. Çıktım abi dedi. Ras. Köngülden qayıl bo'lib da. Endi mushu gaplar hozirgacha bizning quloq tuyimizdan bizga bir ilhom madad bo'lib, bizga nihoyat yaxshi ulgilan kishilar turtki bo'lib ketyapti. Mushu ustozlarning umrini uzun qilsin. Buningdan keyingi sahna hayotida tag'mi yaxshi kuylar bilan, yaxshi asarlar bilan xalqimizni tag'mi mo'l ozuqlar bilan ozuqlantirsa deydigan umidlarim bor. Albatta shularning qatorida sizmi cho'qib yana davomli yangi kuylar bilan kelib turmisangiz bo'lmaydi. Bugungi olib kelgan sovg'atingizdan xabardor bo'lsak, bugun men shu atayin shu Sabah kuyi programmasiga inimiz Muratjon Muxtar Nail tekstiga Ablakim Ablat ijodi bilan Meni so'rasang nomidagi bir lirikimizni olib keldim. Qani bo'lsa, birlikda anglaylik. Marhamat. Düşman so'rab qolsa hayot yo'limni davo bo'lsam bo'lg'andim men jafo bo'lmadim chiroq bo'lib mehrlarni zulmatin yirar beshafqatda miskinlarga o'qya bo'lmadim Çırak bulup mihirlerdi zulmetin yırar Bir şefkatte miskinlerge okya bulmadı Hayatlık gahi davam hakkık bulsun Muhabbette yaşap geldim açık bulsun Muhabbette yaşap geldim açık bulsun Beşim tigip asmanlarga şatlık bulsun Göz yaş görsem hiç kaçan bir nava kılmadı Beşim tigip asmanlarga şatlık bulsun Göz yaş görsem hiç kaçan bir nava kılmadı
talay müşküllerde judular ara. Hak izimdin vicdanlardın ada bulmadı. Hak izimdin vicdanlardın ada bulmadı. Bek chiroyli naqsh aytib Rahmat, kelibsiz. rahmat. Bayatımani bek yaxshi ko'rdingiz, ha? Oy bek yaxshi Yana azroq ko'rdim ishchi bilan. bu ta'mi yaxshi buniki. Yaxshi, ha? Demak, endi mau qo'limdagisi moka tamlik qahvasi ekan. Balki shu qahva ichadiganlar bilasizlar, natiya deydigan, moka deydigan, meyshi deydigan xilma-xil qahvalar bor ekan. Ammo shuning ichida eng jiq deyanli qildigani shu moka kafe bo'lishi mumkin. Shuningdek, Abida shirkatimi nihoyatda tovan energiyadagi ham xonim-qizlar shu o'ruqlash arzusiga tang yetalaydigan holatda qansiz qilib shunday qahvalarni ishlab chiqaribdi. Buning hamda rang qo'shilmagan, chirishdan saqlag'ich qo'shilmagan ham mikrobsiz sovuq holatda qachilangan ekan. Uning ustiga ma qachilanmasdimi? Az o'ralmasdim qaraygan bo'lsak, sirtidan ishkisi keldigan bek chiroyli o'rilibdi. Shuningdek qahvaga amroq qahvaga yerisman. Bir kunda 2-3 romka qahva ichib olmasam, beshim og'riydi deydigan bir do'stlarimiz bor. Shularningki kundalik turmushidagi ayrilmas do'sti bo'lgan qahvalarga hamda Abida qahvasining qitilib qolishini umid qilamiz. Hamsa siz bayatdan bu tanbeh yaxshi ko'rgandingiz. Sizga azroq ko'ngil sog'imiz bor, qani qabul qiling. Voy rahmat. Aziz qadrli do'stlar, bu san programmamizning mazmunini shu yerda oxirlashtirdik. Sizning bundan keyin ishlaringiz texmo o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Shinjang Sabah madaniyat tarixida chekishlikda ishlagan Shinjang Abida kasbiy pay chekishlikda tajdaligini olgan bu san programmamiz shu yerda oyoqlashdi. Atki mazmunlarimiz texmo rangdar. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.